afzal indallahi min mu'minin yu'ammaru fil islam li tasbihihi va takbirihi va tahlilihi. Rasululloh deyaptilar, Allohning nazdida islomda yoshi ulg'aygan mu'mindan ko'ra hech kim afzal bo'lmaydi. Tasbihi uchun, takbiri uchun, tahlili uchun. Musulmon bo'lib tug'ildi, musulmon bo'lib yashadi, musulmon bo'lib qarida oqsoqol bo'ldi. Mana shu odam Alloh uchun eng sevimli banda. Nima uchun? Tasbih etgani uchun, takbir etgani uchun, tahlil etgani uchun. Qaranglar-da, islomda bo'lib turib uzoq umr ko'rishlik qanchalar xayriyat ekanligini bitta misoli. Talhat ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu tirikligida jannatda ekanligini Rasulullohning tilidan eshitgan ashara-i mubashsharaning bittasi. Ikkita odam kelib, kalima keltirib, musulmon bo'ldi payg'ambarimizning huzurida. Ikkita odam teng musulmon bo'ldi. Orada bir qancha vaqt o'tdi. Haligi ikkita odamning birinchisi jihodga chiqib shahid bo'ldi. Alloh shahidlikni ato qildi. Oradan bir yil o'tdi. Haligi ikkita odamning ikkinchisi o'zining uyida to'shagida oddiy o'lim bilan o'ldi. Talha roziyallohu anhu tush ko'rdi. Tushida jannatning eshigini oldida turganmish. Yonida bo'lgan ikkala kishi. Bittasi shahid bo'lib ketgan 1 yil burun, bittasi oddiy o'lim bilan o'lgan 1 yil keyin. Jannat eshigi ochildi, u yerdan chiquvchi chiqdi-da, o'zini to'shagida oddiy o'lim bilan o'lgan odamni birinchi olib kirib ketdi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin ikkinchi marta chiqib, shahid bo'lib o'lganni keyin olib kirib ketdi. Biroz turganidan keyin Talha roziyallohu anhu haligi chiquvchi chiqib, senga hali vaqt bo'lmadi dedi. Uyg'onsa tushi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldida mana shu tushini aytib berdi. Talha roziyallohu anhu. Shunda sahobalar subhanalloh, subhanalloh deb hayron bo'lishdi. Rasululloh aytdilar, nimaga hayron bo'lyapsizlar? Nimadan hayron bo'lyapsizlar? Ular aytishdi, yo Rasululloh, ikkalasi teng iymonga keldi. Bittasi shahid bo'lib o'ldi. Ikkinchisi 1 yil keyin oddiy o'lim bilan o'ldi. Nimaga shahid birinchi kirmadi? Nimaga oddiy o'lgan odam birinchi kirdi jannatga dedi. Rasululloh aytdilar, keyin o'lgan odam 1 yil uzoqroq umr ko'rdimi? Ko'rdi. Falon rakat namoz, falon amallar va ro'zani ham qo'shimcha tutdimi? Ha. Demak, buni ajri undan umr bo'ladi dedilar. Endi tushunyapsizlarmi? Islomda soch soqoli oqarib, iymon e'tiqodida ibodatda turibdimi shu oqsoqol? Hadisda aytayapti, tasbihi, tahlili, takbiri uchun Alloh uchun bundan afzal odam bo'lmaydi deyapti. Yosh kichkinalar, yosh kattalarni hurmat qilishingni bu bizning ixtiyorimizdagi ishimiz ekan deb o'ylamanglar. Bu vojib amal. Demak, shahid bo'lib ketgan odamdan ko'ra 1 yil uzoqroq umr ko'rib, ko'proq amal qilgan odam jannatga birinchi kirayotganligi siz bilan bizga islomda siz bilan bizdan ko'ra uzoqroq umr kechirgan inson bizdan yaxshiroq inson bo'lishini bildiradi. Yoshlar kuchli bo'ladi, shijoatli bo'ladi, g'ayratli bo'ladi, lekin tajribasi bo'lmaydi. Agar ana shu yosh kattalarni hurmat qilib, ularning tajribasini oladigan bo'lsa, ularda bor hikmatni olishadigan bo'lsa, juda ko'p xatolardan saqlaydi o'zini yoshlar. Undan tashqari jamiyatda bosh bo'lgan odamlar hurmati bo'lmasa jamiyatga, bunday jamiyat yo'lidan chiqadi. Qaytaraman. Jamiyatga peshvo bo'lish kerak bo'lgan yosh katta ulug' insonlar behurmat qilinsa, bu jamiyat parokandalikka yuz tutadi. Kattalar gap o'tmasa yoshlarga nima bo'ladi? Dinimizning dushmanlari birodarlar bu narsani yaxshi biladi. O'shuning uchun ulug' shaxsiyatlarni, ulamolarni, yosh ulug'larimizni har xil fitnalar bilan obro'yini tushirishga harakat qiladi. Nima qiladi? Ayblar bo'lsa poylab qidirib yuradi. Agar aybini topolmasa tuhmat qilishga jur'at qiladi. Ilmlarini shubha ostiga qo'yadi. Ha u manaqa u. Ha bu manaqa. Bora shunaqa odamlar atrofimizda. Jamiyatni yo'lboshchi bo'lgan yosh kattalarga hurmat yo'q bo'ladigan bo'lsa, peshvolarga nisbatan hurmat yo'q bo'ladigan bo'lsa, bu jamiyat halokatga yuz tutadi. Ana shu ulug'lar haqida shubha tug'dirish,
obro'sini tushirish, kamsitishlik birodarlar. Bizni dinimizda ham, millatimizda ham yo'q bo'lgan narsa. Yosh katta odamni nazaridan qolma degan gap bor bizda. Shuning uchun islom olamida birodarlar, mana shu yosh ulug'larni hurmat qilishlik muhim amallardan hisoblanadi. Bundan tashqari kama tadin tudan deyiladi. Nima eksang shuni o'rasan degani. Rasululloh aytadilar: "Ma akrama shabun shaykhun li sinnihi illa sakharallohu lahu ma yukrimuhu inda sinnihi." Yosh yigit bir qariyani uning yoshi uchun hurmat qilib qo'ysa, yosh yigit, yosh katta qariyani yoshi ulug'ligi uchun hurmat qilib qo'ysa, bu yosh yigit ham yosh katta bo'lib qaraganida uni hurmat qiladigan kimsaga ro'baro bo'ladi. Nima eksang, shuni o'rasan. Rasululloh boshqa hadislarda marhamat qiladilar. Ya'ni yoshlarimizga rahim qilmagan va oqsoqollarimizni ulug'lamagan odam bizdan emas. Rasululloh tonyaptilar bunaqa odamdan. Yoshlarga beshafqat, kattalarga behurmat. Demak, bu siz bilan bizning zimmamizdagi vojib bo'lgan amal. Musulmon jamiyatida yosh kattalarning obro'si, hurmati muhim bo'ladi. Kim yoshi ulug' olimni, umuman olimni haq huquqini tan olmasa, uni behurmat qilsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunaqa odamdan yuz o'girganlar. Keyingi hadisga quloq tutamiz. Laysa min ummati man lam yujilla kabirana va yarham saghirana va ya'rif li alimina haqqahu. Uboda ibn Somit roziyallohu anhudan payg'ambarimiz aytadilar: kattamizni hurmat qilmagan, kichigimizga rahim qilmagan va olimimizning haqqini tan olmagan kishi mening ummatimdan emasdir. Imom Ahmad rivoyat. Demak, kattani hurmat qilish kerak, kichikka rahim shafqatli bo'lish kerak, olimning haqqini bilish kerak. Olimni haqqini tan olmagan, behurmat qilgan odam Rasululloh bunaqa odamdan tonyaptilar, mendan emas deyaptilar. O'zi anaqa bo'lsa-chi domla, mana sening ishing emas o'shaqa bo'lganda hamchi. Sen o'zing bilan ovora bo'ldi. Imom Hokim rivoyat qilgan hadisda bunday deyiladi: Laysa minna man lam yujilla kabirana va yarham saghirana va ya'rif li alimina haqqahu. Kimki kattamizni hurmat qilmasa, kichigimizga rahim qilmasa va olimimizning haqqini bilmasa, bizdan emasdir. Shuning uchun qadimdan bu yurtdagilar ilmli odamni ko'rganda hurmat bajo keltirgan. Chunki uni hurmat qilishligi o'zini foydasi edi. Ilm birodarlar buyuk ne'mat. Ilmni haqqini tan olmaslik odamlarning ilmga bo'lgan qiziqishini so'ndiradi. Agar jamiyatda olimlarning hurmati bo'lmasa, ilmga rag'bat bo'lmaydigan bo'lsa, bu jamiyat yana parokandalikka yuz tutadi. Hikmatda aytiladi: Al-ummatu allati laysa laha akabiru laysat umma. Al-umma allati laysa laha akabiru laysat umma. Kattalari, ulug'lari yo'q millat emas. Al-barakatu ma'a akabirikum. Baraka yoshi ulug'laringlar bilan birga bo'ladi. Abu Hanifa kim bo'pti? Imom Shofiy kim bo'pti? Hum rijal va nahnu rijal. Ular ham erkak, biz ham erkak. Ular ham ilmli, biz ham ilmli. Abu Hanifaga jur'at qilishadi. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan. Abu Hanifa bilasanmi, tobiin hisoblanadi. Sahobalardan 6 yoki 7 tasini ko'rgan. Sahoba, tobiin, tobiin. To'rala mazhab bosh imomlarimiz birodarlar, yo tobiin yo tobiin bo'ladi. Rasululloh maqtagan 3 ta asrning vakillari, Rasulullohning zamoni saodatiga yaqin bo'lgan insonlar, shularni sha'niga ma'qul so'zlarda aytayotganlar musulmonlikni davoriga keladi-da. Qolgan 3 ta imom, mazhab bosh imomlar
İmom-i Azamni İmom-i Azam degan shular. Eng ulug' imom degan. Ve İmom Ahmad bin Hanbaldan so'rashdi. 100